Mana pochin. Mana pochin ko'rinyaptimi? Ilon bosh ekan jonivar. Qarang. Ah. Chuvalchanga urdi. Jonivar. Mayli ilon bosh ekan mana. Chirvakka urdi. Bu ham manitidan uribdi. Ha, yutib olibdi. Jabradan uribdimi debdi. Jonivar bolasi ekan. Bir yil birinchi marta ilon bosh ushlashim. Hey. Jonivar. Ko'rib olamiz. İlon boshmi debman, siz paplovingizmi? Qo'qitib yubordingiz. Ana To'lanboy aka bilan o'tiribman mana. Qo'l ko'tarib qo'ying. Ordagilarga omad. Ana ustozlar bilan o'tiribmiz mana. Ana eski ribak. Tug'ilganidan qo'liga qalmoq olgan boshqa ish qilmaydi. Ohoy. Ana ustoz ham pochin qildi. Birdaniga ikkita oldi. Qoyil. Gap yo'q. Ana. O'g'imiz shu tarzda boshlandi. Spinniklarda ham o'tmoqchiman. Poploshniy o'tiribman. Voy, bu qarang. Hali bu yukni yarimi. Ikkita qarmoq otib qo'yganman. Papulukni oldi yuribdi, ko'rinyaptimi? Ana. Ana. Tepaga bormaymizmi, papa? Ikkita zo'r turibdi. Mashina qo'shil joyi, chuqur joyi bormi? Yo'q deganman, mana shuni qo'shilgan joyi bor. Qorong'ib qoldim. Telefon ko'rinyaptimi? 20 ta. Paplok yonida turibdi. Ana. İzdivasta qilyaptimi ular? Ketdi meni ko'rdi-da bular mana. Ana. Oho. Ana. Voh. Bu qamchidagida ham turibdi. Yig'ilyapti-da yigit. Durabilir. Urib ketdimi? Yo'q, yemabdi. Maydaroq ekanda zo'r paklovka bo'ldi lekin. Keladi baribir. Syomka qilaman dedim. Ilon boshi yomon olib ketdi. Chotga yetdi. Sazan paklovka bo'ldi, mana shu yerda tushib qoldi. Chuvalchanga urdi. Mana donkani urdi mana. Katta gruziyalarni o'zim tashlab qo'yganman. Mana shuni urdi. Hozir malyuk tashlab qo'ydim, ilon bosh urdi-da. Qo'yib yubordi. Unga ham ilon bunaqa solib qo'ygan malyuk. Ana ko'zga chiqaryapti. Bujratib yubordi. Karas, mayda ilon bosh, shunaqa narsalar chiqyapti. Ana bunga sal teginib qo'yapman.
Biz bu yerdan ko'chyapmiz. Indarama dori sepyapti. Mana mana qolar chiqyapti. Qo'y. Neydi karaslar. Uy. To'xtab tur. To'xtab tur. Bilan boshlar. Indarama dori sepyapti burdalar. Qochamiz endi. Endi mazani qochirib tashlaydi. Tepada vertushkada uryapti. Puh. Joyimizni o'zgartirdik. Kechagi joyimga keldik. Kelganimdan bitta pochin. Oh, jaydar sazam mana. Voy. Chuvalchanga urdi. Zo'r chiqdi-da lekin. Afsuski ilinganini ololmay qoldim-da. Ana topyapti. Nagi chekan ham yuribdi. Bugun o't oqyapti-da mana. Endi tortay deganda mana o't chigal qilib olib ketib qolyapti topib. Kecha o't yo'q edi. Qarang, ilashib qo'ygan. Ikkita kurchuk. Qamishga ilashib qoldi. Tush kurchuk. Chiqdi. Bor. To'lanboy akanikin tort. Bormi qani? Ko'rsatingchi. Ana. Qani? Ilinib qoldimi? Qarasa ekan. Keldi yana bitta sudrayapti. Sazanmi? Sazanchik. Ko'rinmayapti ham. Mayda ekan-a. Bo'ladimi? Ha, yaxshi. Nomi bori sazan degan xabar. Uzoq ekansiz-da. Ha, endi ko'rindi. Uryapman. Bu jonivor. Topilgida kirib qo'ydi ichga. Ajoyib uryapti. Qochib qoldi. Zo'r ekan. Hurmatli guruhdoshlar, bugungi sarguzashtlarimiz nihoyasiga yetdi. Mana. Oy ham chiqdi. Mana oy. Ovdagilarga omad. Pashsha ham chaqib bil pochin qildi pashsha. Birinchi marta pashsha chaqdi. Xo'sh. Boboylar ketamiz deyapti endi. Shuning lekin tortyapti. Machukkaga o'tirsa uradi-yu. 9-10 gacha. Yuribdi, narigi chekkada qamishlar urib. Fazollar ana sakradi. Ovdagilarga omad.